Hyundai Staria'ni so'rovi rosa ko'p bo'lyapti oxirgi paytlarda. Hyundai Staria 1.6 gibrid, bor yo'g'i 8400 km yurgan, 2025-yilgi 4-oy berki tozasidan ko'rsatamiz. Narxini ham oldin aytaman, narxi $29500, Koreyadagi narxi $4000 yo'l kiriminadi. 33500 bilan O'zbekiston tamoyilchisigacha yuklab yetkazib beramiz. Xo'p, Rastamoshga ham qulay chiqadi, $8000 atrofida Rastamoshga chiqadi. Xususiy maktab, bog'chalar uchun rosa zo'r qo'l keladigan mashina shu bo'ladi. 11 kishiligidan, hop, oldida 2 kishi, orqasi elektron eshiklar bo'ladi, bitta e'tibor berasizlar. 3 qator bo'ladi. Bu sideniyalar oldinga surilsa, orqadagi odam bemalol o'tib qatnashish uchun rosa qo'l keladi. Hop. Qorasidan bo'ladi. Yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, uzr so'rayman videoda. Hop, 3 qatorligidan mashina holati haqiqatan top-toza holatda, unaqa ezib minilmagan, 8400 km yurgan, bor yo'g'i bitta ko'ringlar mana. Mashina shu holatda akalar. Xudo xolasa qo'lingizga chiroyli holatda qilib yetkazib beramiz. Qiziqqan aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatdamiz.